Hozir jiyanimga dars qilishga yordam berib o'tirgandim. Shunda bu kitobni yozish uchun, chop etish uchun qanchalik saviyasiz odam kerakligini hozir tushundim. Masalan, tushuntiraman, hozir qaranglar. Har bir transportda yurish uchun yo'l chiptasi o'z nomeriga nomer deyilmaydi-yu. O'z raqamiga ega. Chiptalarni emas, tartib bilan sanang. Xo'p. Keyingisi, taksi xizmatida 400 ta haydovchi kunduzgi smenada, navbatda emas, nimaga smenada? Biz o'zbek tilini o'rganyapmiz, o'zbekcha yozishimiz kerak-ku. Smenada va 200 ta haydovchi tungi smenada ishlaydi. Ushbu xizmatda jami necha nafar haydovchi ishlaydi? Keyin xatolarni ko'ryapsizlarmi? Mana bu. Ayni bir harflar, fokus yo'qolib qoldi. Ayrim bir harflar u harfi bilan qolib ketgan. Ayrim harflar qizil, mana qizil anundaqa bilan yozilib ketgan. Shularni tekshirib chiqarishmaganmi deb o'ylab qolaman. Keyin yana bitta. Mana 3 xonali sonlar ko'rinishida yuzing. Nima degani u yuzing? Balki yozing bo'lar bu yerda. Hozir o'tirib shunaqa narsalarga ko'zim tushib qoldi. Bu matematika 2-sinf jiyanimni matematika kitobi. Hozir 2-sinfdan biz mana shunaqa xatolarga yo'l qo'yib o'rgatadigan bo'lsak, kelajakda bulardan kimlar chiqadi degan savol juda ham qiziqtiradi meni.